Hammasi siz uchun albatta texnika ishqibozlari uchun, bizning Traktor Savdo Texnika bozorim kanallari uchun mana ajoyib bo'lgan traktorni e'tiboringizga havola etaman. Traktor New Holland. Xo'p, zudlik bilan sotiladi. Hamma yeri soz holatda. A'lo darajada qolgan ma'lumotlar va narxini telefonda gaplashamiz deb akamiz telefon raqam qoldirgan. Narxini akamiz 520 million deb qoldirdi. Ko'pchilik izohda qoldirishi mumkin. Aka, buni qani nomeri deb bu haqda ma'lumot nomerini biz Telegram kanalimizga chiqarib qo'ydik. Albatta Telegram kanalimizga o'tsangiz, o'sha yerga obuna bo'lib, bir donagina reaksiyangizni bosib qoldirsangiz, o'sha yerdan siz qidirayotgan texnikani topasiz. Bu haqda hamma ma'lumotni joylab qo'ydim. Buni salon qismlari va hokazo hammasini ko'rsatib o'tib ketaman hozir. Narxini 520 million deb qoldiribdi. Holati idealniy holatda. Traktor olasiz, soqqani bossangiz bo'ldi. Adashmasam, pluglari ham bor. Aylana plug deb akamiz qoldirgan ekan. Xo'p do'stlar, bor ma'lumotni hozircha ozgincha ma'lumot shuni ekraningizga qoldirib qo'ydim. Telegram kanalimiz, kanal bu yoqda turibdi. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'ying. Savdoga admin javobgar emas, biz davom etamiz. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring, Telegram kanaliga o'tib olamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Texnika ishqibozlari uchun mana ajoyib holatdagi Belarus 1221 ga 2 traktor narxi hamyonbop holatdagi traktorni topib qo'ydim. Albatta bir donaga like va podpisatsiyaga arzisa bosib qo'ying. Fikringizni izohlarda qoldirib keting. Kanal manzur bo'lyaptimi va hokazo shunga o'xshash narsalar va kamchiliklar bo'lsa albatta izohlarda qoldiring. Imkon qadar to'ldirishga harakat qilamiz. Xo'p do'stlar, yil 2008-yil texnika soz ishlari zo'r, hujjatlari bor, hammasi zo'r. 288 telefon raqam qoldirgan, qiling kelishamiz deb. Narxini akamiz 175 million deb qoldiribdi. Albatta aloqaga chiqsangiz chiroyli narxlarda qilib beradi. Texnika, motor, korobka, zadniy mozlar soz holatda, balonlari yaxshi holatda turibdi debdilar. Menimcha, soqqani bosursa arziydigan traktor deb o'ylayman. Bu yoqni albatta texnikani tushunadigan akalarimiz oramizda juda ham ko'p. Izohlarda fikringizni qoldiring va bir donagina omad so'zini qoldirib ketinglar. Shu bilan ozgina bo'lsa minnatimizni qadrlagan bo'lasiz va kelgusi videolarda yanada chiroyli mashinalar va texnikalarni reklama qilishga harakat qilaman. Savdoga admin javobgar emas, biz esa davom etamiz jigarlar. To'g'riroq jigarlar, bu traktorni Telegram kanalga chiqargandim, YouTube'ga chiqarmayman degandim. Akamiz aytibdilar, aka, traktorni ko'rinishiga qarab baho bermang. Shuni Telegramga chiqaring, sotilib ketadi. Traktor sifatli, texnikani tushunadigan akalar oramizda ko'p. Bittada sotib olishadi dedi. Shuning uchun qani chiqardim. Narxi biroz qimmatlik qilmasa, albatta texnikani tushunadigan akalar bo'lsa izohlarda qoldirib keting. Menimcha bu texnika ham yaxshi bo'lsa kerak. 1523 mark traktor ekan. Xullas 2018-yilda soz holatda ekan va 92-93 telefon raqam qoldiribdim. To'g'risini aytsam jigarlar, traktor texnikalari unchalik tushunmasam ham boshida yaxshi traktor emas deb o'ylaganim, lekin 150 millionga ham anchagina xaridor chiqayotgan bo'lsa kerak. Agar mabodo sotilib ketmagan bo'lsa, Telegramdan yozsangiz, telefon raqamga aloqaga chiqsangiz, malol borib ko'rib olishingiz mumkin. Savdoga admin javobgar emas. Traktor haqida fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Shu bilan ozgina bo'lsa minnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Like, podpiska bosib qo'ying. Biz davom etamiz. Albatta bizning ishqibozlarimiz, texnika ishqibozlari va Traktor Savdo kanali obunachilari uchun ajoyib variantdagi yana bitta traktorimiz kelgan. Hamma ma'lumotlarni ekraningizga qoldirdim. Garchi ekraningizni egallab qolsa ham, shunday o'qib olishdan traktor holatini, ideal holatdaligini bittada tushunib oladigan traktor desa ham bo'ladi. Xo'p, traktor 15 ga 23, 1523 konditsioner ham bor. Yili 2017-yilda konteyner ham bor, motor konservat qilingan, faqat qolgan joyi ochilmagan dedilar. Orqa balonlar 90% deyarli yep-yangi holatda olasiz. Shuni mana bu 2 korpusli adashmay 2 korpusli deb aylana plug deyiladi bizda. Endi sizda qanaqa bilmadim. Izohlarda fikringizni qoldirib keting. Shunday qo'shasiz, yerni jigarni sug'urib oladi. O'zi ham ayni sezonchilikka kerak bo'lgan texnika desa ham bo'ladi. Holat yaxshi ishlab turibdi. Narxini akamiz 17 ming dollar deb qoldiribdi. Albatta realniy oladiganlar bo'lsa bizni Telegram kanalida kuzating. Telegram kanaliga o'tsangiz, hamma ma'lumotlar bor. Telefon raqam qoldiring. Telefon raqamga telefon qilib aloqaga chiqsangiz albatta hammasi chotki bo'ladi degan umiddaman. Xo'p do'stlar, bizni Telegram kanalimiz qayerda deb qidirayotganlarga albatta kanal bu yoqda turibdi. Shunday o'tib meni lichkamga yozsanglar ham albatta telefon raqamini beraman, gaplashib olsanglar bo'ladi. Garchi shu bilan ishingiz bitadi. Bir donaga like ni ayamasdan bosib qo'ysangiz, biz ham davom etamiz. Qani ketdik. Hali hammasi oldinda. Xo'p, jigarlar, texnika ishqibozlari, albatta bu traktor, aynan traktor reklama qiladigan kanal emas. Bizda hamma texnikalar bor. Mavjud texnikalarni albatta reklama qilib beraveramiz jigarlar. Xo'p.
Bizga hozir kommentariyada bir ikkita akalarimiz shu kecha kunduzda yozishibdi: "Aka, mana bunaqa ayni g'alla o'rimlari boshlanyapti. Bironta kombayn bo'lsa, klass bo'lsa, shunday reklama qilib bering, olasap soqqani bosib ketay, soz holatda bo'lsin" deb qidirib yurgan akalarga biz klass laminator 130 topib qo'ydik. Akamiz sotiladi deb qoldirgan ekan. Bu akamizda hamma jihozlar bo'lishi kerak. Mana kombayn orqasida ko'rib turganingizdek traktor ham bor. Endi buyog'ini bilmadim, albatta telefon raqam qoldirgan. Agar mabodo sotiladigan traktorlar bo'lsa, uniyam o'zingiz kelishib olsangiz bo'ladi. Xo'p, Class Dominator 130 sotiladi. Yili 2012-yil. Holati o'ta yaxshi holatda turibdi. Ishga tayyor, kamchiligi yo'q. Narxi $18,000 deb qoldiribdi. Albatta kami bor. Telefon raqam 2020 telefon raqam qoldiribdi. 2020 ekan, o'zi ham nomer ham cho'tka nomercha ekan desa ham bo'ladi. Xo'p jigarlar, shundoq ham ko'p gapiraveramizja, endi reklamani bag'irlatib olmasak ham imkon qadar ma'lumot berishga harakat qilamiz. O'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Kanal manzur bo'lyaptimi? Yana qanaqa texnikalar chiqaray? Albatta biz uchun har bir fikr alohida ahamiyatga ega. Ko'pchilik akalarimiz: "Aka, mana shu ma'lumotlarni, texnikalarni ma'lumotini ekran yuziga yozib keting" deb qoldirganiga, mana akalarimizni bir og'iz gapini inobatga olib, ekran yuziga ham qoldirib ketyapmiz. Buning uchun albatta bir donagina podpiskangizni bosib qo'ysangiz, mana shuncha bo'lsa ham mehnatimizni qadrlagan bo'lasizlar. Jigarlar, biz davom etamiz. Videolarni oxirigacha ko'ring. Qani ketdik, hammasi oldinda. Aka, shu oxirida eng saralarni ko'rsataman deb aldaysiz-ku, deb ko'pchilik akalarimiz menimcha izohlarda qoldirishyapti. Ya'ni aldaysan-ku Sardor degandek men aldamayman. Jigarlar, mana oxirida eng saralarni ko'rsatyapman e'tiboringizga. Xo'p, traktor haqida albatta ma'lumot berishdan oldin izohlarda fikringizni qoldiring. Like, podpiskani bag'irlatib tashlang. Belarus 1221 ga 2 traktor ishlab turibdi. Barcha ma'lumotlar telefon orqali, lekin idealniy holatda balonlari, kuzov holati, motor, korobka, zadniy mos va hokazo aytib o'tirish kerak emas. Hammasi idealniy holatda. Aylanma pulligi bilan $20,000, lekin kami bor. Ya'ni oladiganlar bo'lsa telefon qilish mumkin va telegramda yozsa ham bo'ladi debdi. Jigarlar, bizda bor shu. Ko'p gapirib o'tirmaylik. Savdoga admin javobgar emas. Videolarni oxirigacha ko'ring. Biz esa davom etamiz. Eng saralari oxirida. Albatta do'stlar, biz va'da qilgandek eng saralar oxirida degandek videolarimiz ham oxirlab boryapti. Biz esa saralardan ko'rsatib boryapmiz. To'g'ri, bu traktorni men YouTube'ga chiqarmoqchi emasdim, chunki Telegram kanaliga chiqarganimizga 10 kun bo'ldi. O'sha akamiz yozibdilar: "Aka, traktorga ko'p xaridor chiqyapti" deb. Endi qiziqqanimga narxlar bilan tanishtiraman. Mabodo sotilmagan bo'lsa akalarimiz aloqaga chiqsalar, cho'tka traktorcha bir reklama qilib o'tib ketay. Shu bilan ozgina bo'lsa ham mehnatimizni qadrlab akalarimiz videoga like, podpiskani bag'irlatib tashlasalar deb chiqaryapman. Motor qismlari traktor MTZ 1025 ga 2 Export 2021-22 yilda ishlab chiqarilgan. Atga 1036 motor chast. Narxini 400 million so'm qoldiribdi akamiz, lekin kami bor. Telefon raqam 5551 qoldirgan. Balonlari deyarli 100% holatda desa ham bo'ladi. Hozir mana bu ko'rinishini ham albatta ko'rsatib o'tib ketaman e'tiboringizga. Ichki salon qismlarini aytmasa ham bo'ladi. O'zi ham Malibu minsangiz ham bunaqa mazza qilmaysizda o'zi ham. Reklamani ham bag'irlatib olmasak ham imkon qadar ma'lumot berishga harakat qilamiz do'stlar. Motorlari zo'r holatda, akamiz o'zlari olib kelgan, ozroqgina mingan, sotmoqchilar. Idealniy holatda turgan traktorcha. Xo'p do'stlar, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Agar sotilib ketmagan bo'lsa, cho'tka traktorcha desa ham bo'ladi. Albatta bizni Telegram kanalida kuzatib boring. Bizda bundanda saralar va narx arzonlarini albatta birinchi o'rinda Telegram kanaliga chiqaramiz. Hammaga omad. Biz esa davom etamiz. Like bosing. O'ziga ishongan akalar bo'lsa, mana bunaqa traktorlarni reklama qiladi. Albatta 1525 uzr, adashmadim do'stlar, 1523 sotiladi. Xorazmda ekan. Xorazmlik akalar menimcha judayam ko'p bo'lsa kerak oramizda. Andijon, Xorazm, albatta izohlarda fikringizni qoldirib keting. Qayerlardan ko'p, qayerlarda yana qanaqa texnikalar reklama qilay. Xo'p jigarlar, o'ziga ishongan akalar deganda nimani nazarda tutdim? Xo'p, hozir aytib o'taman oxirrog'ida. 1520 sotiladi. Xorazmda motor zo'r, korobka передач yaxshi, motor chas 5700, yili 2018-yil. Xo'p, akamiz qoldiribdi. Narxini 210 million ili nomer qoldirgan. Albatta aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bekorga bezovta qilmanglar debdi. Albatta realniy oladiganlar bo'lsa, o'ziga ishonganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olsanglar bo'ladi. Savdoga admin javobgar emas. Tushungan tushundi. Biz esa davom etamiz. Vot deb. Xo'p, bu nima degani? Vot degani nima degani deb. Do'stlar, Prodatsiya Belarus 1025 balon родной 2008 года выпуска, коробка задний мост, заводской мотор, zakolsizani narxi $17,000.
Oxirida narxi degan so'zni o'zim yozib qo'yibman-da, shuni bilib qolsanglar ajabmas do'stlar. Birozgina kulgili, ammo biz davom etamiz do'stlar. Xo'p, 1025 traktor beradi sotiladi debdi akamiz. Balonlar родной, yangi holatda 2008-yil выпуска, yangi korobka, задний most, hammasi zavodskiy, motor hammasi cho'tka holatda turibdi debdi do'stlar. Bu haqda ma'lumotlarimiz ko'p. Prosta endi kerakli ma'lumotni ekranimizga yozib qo'ydik. Bizga Telegramda o'tib, albatta Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, hamma ma'lumot va nomer, Telegramlarigacha qoldirib qo'ydik akamizni. Bemalol o'tib aloqaga chiqib kelishib olsanglar bo'ladi. Aytganimizdek, oxirida eng saralari bizni kuzatishda davom eting, biz esa davom etamiz. Savdoga admin javobgar emas.